Pensionerlarga katta xushxabar. Pensiya oshiriladi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Qirg'izistonda 2026-yil 1-oktyabrdan pensiyalar indeksatsiya qilinadi. Buning uchun pensiya jamg'armasi mablag'laridan 4,4 milliard so'm ajratiladi. Bu haqida Qirg'iziston prezidenti administratsiyasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, pensiyaning sug'urta qismini 1,2 koeffitsient bilan, ya'ni 20% ga oshirish rejalashtirilgan. Qo'shimcha to'lov miqdori kamida 1000 so'm, ko'pi bilan esa 10.000 so'm bo'ladi. Dastlab indeksatsiya koeffitsiyenti 1,13 etib belgilangan. U 2025-yildagi o'rtacha ish haqi va iste'mol narxlarining o'sishi asosida hisoblangan. Biroq ijtimoiy jamg'arma byudjeti imkoniyatlaridan kelib chiqib, koeffitsiyentni 1,2 gacha oshirishga qaror qilingan. Indeksatsiyadan keyin mamlakatda o'rtacha pensiya miqdori 12.898 so'mga yetishi kutilmoqda. Pensionerlar o'rtacha hisobda amaldagi to'loviga qo'shimcha 1753 so'm oladi. Bu hozirgi pensiya miqdoriga nisbatan qariyb 16% o'sishni anglatadi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, 2026-yil 1-oktyabrga kelib Qirg'izistonda pensionerlar soni 832,4 ming nafarni tashkil etadi deyilgan xabarda.